Savdo sanoat palatasi hamda kichik biznes uyushmasi tadbirkorlar manfaati yo'lida mustahkam tayanch. O'shaga tilakdashmiz. Aytib o'tganlarda 200 milliondan ortiq xalqqa chiqa olamiz. 42 milyon 400 ming dollar. Ular bizning g'alabamizda aka. Bugun ham xohlardikki, mana Bishkekda ham chiroyli shuncha 150 ta tadbirkor tashrif buyurdi. Maqsadimiz shu ikki davlatni ekonomikamizni oshirish, savdolarimizni oshirish, chiroyli shartnomalarni qilib, ishlarimizni yurgizib, savdolarimizni rivojlantirish. Jarayonni qarang, qaynayapti, ajotaj. 200 ta odamga joy qilgan edik, yetmayapti shu joyda o'zi ham. Kichik biznes uyushmasi birgalikda rivojlanamiz.